Bilasiz, unaqa zo'r yoki esda qolarli gaplarni gapiradigan qobiliyatim yo'q, lekin hozirgi sostoyaniyamni sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman. Adamda ancha oldin kasallik aniqlandi. Onkologический, ya'ni oshqozon osti o'simtasi. Bu kasallik bilan ancha kurashdik. Allohning irodasi omonatlarini topshirdilar. Bu vaqt oralig'ida men juda ham har xil emotsiyada bo'ldim. Bir tomondan ijod qilishim kerak, pul topishim kerak. Lekin ko'chaga chiqib ketsam, uydagi ahvolni o'ylab diqqatimni jamlolmasdim. Qo'pol qilib aytganda, mana shu so'nggi kunlari kelishidan qo'rqib yurdim. To'g'risini aytaman, har xil variant bo'ldi. Men san'atkorlarning oilasida tug'ilganman. Shunaqa sostoyaniyada umuman Instagramga kirgim kelmayapti. Umuman sotsialniy sitdan chiqib ketgim kelyapti, umuman. Lekin shu narsalarni o'ylab o'tirganimda adam bitta gaplari esimga tushib qoldi. Ijodkor faqat sahnada emas, hamma joyda ijodkor bo'lish kerak dedilar. Ya'ni siz ijodingizni ko'rsatishingiz uchun qanaqadir sahna bo'lish shart emas. Siz muxlisingiz bor bo'lgan joyda gapiryapsiz yoki ijodingizni ko'rsatyapsizmi, demak siz sahnadasiz. Oddiy qilib tushuntiraman. Choyxonada o'tirib sog'ayinlaringiz bilan siz qanaqadir latifalarni aytib beryapsiz emotsiyada yoki ashula aytib beryapsiz gitarada. Siz o'z san'atingizni ko'rsatyapsizmi, demak siz sahnadasiz. Oldingizda muxlislaringiz. Instagram ham menga shu paytgacha va bundan keyin ham shunaqa narsa bo'lib keladi. Ya'ni Instagram men uchun bu sahna. Men o'zimning ijod mahsulimni ko'rsata olaman va bu yerda mening muxlislarim bor. Xudoga shukr qilaman, sahnaga chiqqanimda odam yo'q bo'lib qolgan kun bo'lmagan. Istoriyaga postga nimadir qo'ysam, doim aktivsizlar, doim meni qo'llab-quvvatlaysizlar, men bundan motivatsiya olaman va bundan keyin ijod qilgim keladi. Instagramni to'xtatmaslik kerak degan tushunchadaman. Sekin-sekin sizlarning yordamingizda bundan ham yuqori, kuchliroq bo'lishga harakat qilaman. Chunki endi baribir adam bilan peripiskalarimni o'qib o'tiraman. Har doim beradigan savollari "Sen bolalar bilan emasmisan?" deganlar. Rostdan SMSlarini o'qisam, "Sen bolalar bilan emasmisan? Nega bolalar bilan ko'rinmading? Bolalar qanaqadir istoriya qo'ysa, nimadir qo'ysa, men ko'rinmasam, sen nima bolalar bilan chiqmayapsan? Komandadan chiqib ketdingmi?" Doim mana shunaqa savollar berganlar. Men xotiram, men komandadan chiqib ketmayman, u meni oilam deb o'yinlarni xotirjam qilardim, lekin adam men bolalar bilan ko'rinmayotganim uchun, ya'ni sahnada emasligim uchun adam doim anaqa hovliqib turardilar. Oxirgi intervyularda ko'rgan bo'lsangiz ham aytdilar-ku, "Rosa o'ylayman-da, nimaga bosib tashamaydi" degan gaplarni rosa ko'p o'ylayman. Maqsad sifatida ko'proq ijodimni ko'rsatishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgan hamma imkoniyatlarimni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman va imkon qadar butun dunyoga chiqishga harakat qilaman. Imkoniyat bor, возможность bor, hamma narsa bor. Faqat meni harakatim ozgina kamaydi, lekin bundan bu yog'iga bunaqa bo'lmaydi. Xudo xohlasa, faqat ozgina vaqt berasizlar menga. Sizlar bilan men bu borada fikringlar qanaqa bo'lishi menga qiziq, yozib qoldiringlar. Kutaman baribir. Sizlar chunki muxlislar, sizlarni shikoyat va arizalaringlar qabul qilinadi. Hammalarga rahmat. Littlelar hammadan kuchli. Men sizlar bilanman.